Safarbek Umra obunachilari, assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hammalarga Allohim bugungi kunlarni fazli barakatli qilishini Allohdan so'rab qolamiz. Mana yana Xudo xolasa inshaalloh Makka mukarramadan qaytib keldik uyimizga. Endi Xudo xolasa mana yangi paketimizga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Yangi paketimizga Allohim murojaat qilishinglar mumkin. Bemalol 14 kunlik paket. 14 kunlik paketimizda Xudo xolasa 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka mukarramada bo'ladi. Madina Munavvarada mehmonxonalarimiz juda yaqin. O'tgan safar borganimizda 100 metr masofada mehmonxonaga joylashdik. Mehmonxonada sharoitlar 2 mahal taomlari bilan sayohatlarda hammalari bor. Mana ko'ryapsizlar. Endi hozir hamma tushunib bo'ldi. Sayohatlarga qayerlarga olib boryapti, nima qilyapti, buni hammalar mana videolarda ko'ryapsizlar, YouTube'larda ko'ryapsizlar. Shu sayohatlar hammasi Madina Munavvarada mujassam qilingan. O'shaning uchun hammalar tavsiya qilib qolamiz. Xutog'iga olib boriladi, Xurmo bog'iga olib boriladi, Qiblatay masjidlariga, Qubo masjidlariga olib boriladi, Xudo xolasa. Birinchi o'rinda ravzalarga olib kiramiz, Xudo xolasa. Boqiy qabristoni, Madina Munavvarada shunaqa sayohat qiladigan joylarimiz bor. Makka mukarramaga borgandan keyin u yerda Allohning baytini birinchi o'rinda tavof qilamiz. Yana hovlochilar bo'ladigan bo'lsa, Toyif shahriga olib boriladi. Toyif shahriga borib turib, u yerda ham sayohatlarni qilib, yana qaytalatib, ehromga kirib qaytamiz. Chunki miqotdan chiqib ketib qolinadi. Qaytganimizda yana qayta o'zimizga umra qilinadi. Xo'p, umra badallarida ham elivoshi birgalikda o'zi birga borib, hammani bir olib borib qilinadi. Sababi juda ko'pchilik mana o'zimiz mana guvohi bo'lib kelyapmiz. Qanchadan beri aytamiz insonlarga, "Voy, mustaqil o'zim umra badal qilaman" deb chiqib ketib, kuchi yetmay yoki bo'lmasa bir adashib bitta jonli qarz olganlarni ko'ryapmiz. Shuning uchun shuni hozir rejalashtirib plan qildik. Yosh katta onaxonlarimizni, otaxonlarimizni, aka-ukalarimizni hammalarini maslahat qilishib, bir kunni belgilab o'sha kun umra badalga birga 50 boshini qo'shib beryapmiz, birga olib borib, birga olib kelib, birga amallarni qilishyapti. Bundan tashqari taomlarimiz Makka mukarramada 3 mahal bo'ladi. Qizil dengiz sayohatlariga ham oxirgi kunlarda olib boriladi. Chunki u ibodatni ham qilamiz, sayohatni ham qilamiz inshaalloh. O'shaning uchun juda chiroyli bo'lishi uchun amallarda ham dunyoviy, ham hayotiy, ham ibodatda chiroyli qoyim bo'lishi uchun insonga kerak shu sayohatlarni ham 3 ta tashkillashtirib qo'yganmiz. Hammalarni pastdagi telefon nomerlarimizga murojaat qilib, bilmaganinglarni so'rashingiz mumkin. Bemalol, hech qanaqa hijolatchilik bo'lmasin. Bu yerlarga nimalar olib borish kerak, qanaqa holatda amallar qilinadi, hammalarini telefon orqali bilmagan narsalarni so'rasanglar tushuntirib beramiz. Bu yerga borishdan oldin kasallarimiz bo'lsa, o'zini dori-darmonlarni ham olib olishsa yaxshi bo'ladi. Yoki bo'lmasa sog'-salomat o'lgan inson ham boshi og'riq, oyoq og'riq, qorin og'riq, oshqozonga, istimaga shunaqa tabletkalardan aptechka qilib olsa, ham yaxshi bo'ladi. Chunki endi issiq jonimiz ba'zida og'rib qolamiz, ba'zida yo'q. O'shanaqa vaqtlarda o'ziga kerak bo'lmasa ham kimlargadir kerak bo'ladi, bersangiz savobida umidvor bo'la olasiz. Amallarni mukammal qildirish uchun 50 boshini birga qo'shib qo'yganmiz. Birga boradi, birga keladi. Kuzatib qo'yib, umra badalni qilib qo'yib yoki umrani qildirib qo'yib, yo'qolib ketish bo'lmaydi. O'shaning uchun mana endi yosh katta insonlar ko'plari biz bilan boryapti. O'shaning uchun yosh katta odamlarni biz tavsiya qilamiz. Biz bilan birga bo'ling, biz bilan birga boring, biz bilan birga ibodat qiling. Hammalarga nasib qilsin.